Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Totti futbol kanali. Bugungi videomizda sizlar bilan tarkibdagi futbolchilarni qanday qilib to'g'ri joylash va qanday qilib stillari bo'yicha to'g'ri joylashtirishni o'rganamiz. Unday bo'lsa, tarkibga to'xtaladigan bo'lsak, bizni tarkibimiz shunday tuzilgan. O'tgan videoda aytgandek, shu eng yaxshi, birinchi navbatda eng yaxshi sxema 4-2-2-2. Buni plyuslarni ham aytib o'tganman o'tgan videoda. Hozir esa ana shu sxemaga qanday qilib o'yinchilarni stillari bo'yicha qanday qilib joylashtirishni o'rgatib o'taman. Unday bo'lsa, birinchi bo'lib darvozabondan boshlaydigan bo'lsak, futbolda o'zi darvozabonlar ikki xil bo'ladi. Attacking goalkeeper va defensive goalkeeper. Ularning endi ma'nosi, bittasi sal mana shu boksdan, mana shu varatar masalan bu yerda turadigan bo'lsa, mana bu boksdan hujum bo'layotgan paytda siz raqibga hujum qilayotgan paytingizda mana shu yerlarda yuradi. Daji sentrlargacha ham borishi mumkin. Attacking goalkeeper, lekin defensive goalkeeper mana shu o'z joyidan umuman chiqmaydi ham. Agar o'zingiz varatarni chiqarmasangiz, u chiqmaydi. Bu yerda shu ikkita tanlovdan eng yaxshisi deb bittasini tanlash qiyin, chunki oxirgi obnovleniyadan keyin ikki xil stildagi darvozabonlar deyarli bir xil o'ynayapti. Shu uchun men o'zimda bor eng yaxshi darvozabonni qo'yganman, Vitor Baya. Stili defensive goalkeeper. Keyin zashitaga to'xtaladigan bo'lsak, zashitani mana faqat center backlarda o'rtada har doim bitta destroyer, bitta build up yoki bitta destroyer, bitta defensive fullback bo'lishi kerak. Bu endi himoyada stabillikni ushlaydi, chunki destroyerlar sal tashlanibroq o'ynasa, defensiv fullback bilan build uplar sal orqaga tortib har bir zarbalarga blok qo'yishga harakat qiladi. Shu uchun ikkalasini shu ko'rinishda joylashinglarni so'rab qolardim. Shunda tarkibingiz zashitasi anchagina yaxshi bo'ladi. Keyingi to'xtaladigan narsa, bu destroyerni oldida, bu destroyer tashlanibroq o'ynaydi dedik. Masalan, hujumchilar bu tomonda bo'lsa, bu raqibning hujumchilari sizni zashitnikingiz unga sal tashlanibroq o'ynaydi. O'sha paytda o'zini pozitsiyasi sal bo'shab qolishi mumkin. Shuning uchun uni oldiga har doim bitta defensive fullback qo'ygan yaxshi hisoblanadi. Qachonki u tashlanibroq o'ynaganda uni o'rnini reski yopadi va deyarli xatoliklar bo'lmaydi. Xuddi shunday qilib, mana bu defensive fullback orqaga qaytayotgan paytda, chekinibroq o'ynayotgan paytda siz uni oldiga attacking fullback qo'yishingiz kerak. Mana stillar bilan birma-bir ko'rsatib chiqaman. Fabio Cannavaro destroyer, uni oldida defensive fullback Costa Curta. Keyin Fabio Cannavaroni o'ng tomonda tashlanibroq o'ynagan paytlari uchun bu tomonda ham bitta defensive fullback Costa Curtani oldida bitta attacking fullback turibdi. Keyin polzashtaga o'tadigan bo'lsak, polzashtada asosiy juftliklar bittasi Anchorman, bo'yi uzun, albatta. Bo'yi uzun Anchorman va oldida Archistrator yoki box to box stildagi xohlagan o'yinchi ham bo'laveradi deyarli. Lekin birovlar Anchormani yo'qligi sababli destroyer stildagi futbolchilarga individual instructionda deepline ukazaniyasini beradi va u ham deyarli Anchormanda o'ynab beradi. Lekin Anchormanni o'zi bo'lganligi yaxshiroq. Mana Anchorman, menda Anchorman Yaya Ture. Buni plyusga bo'ygan bilan 1.89, bu degani to'plarni to'xtatishda deyarli qiynalmaydi degani. Keyin uni oldida men Archistrator qo'yganman, chunki Archistrator stildagi o'yinchilar hujumlarni yaratishda ko'proq yordam beradi. Box to box stildagi o'yinchilar esa ular hujumlarga qo'shilib ketadi. Zashitaga deyarli qaytmasdan qolishi mumkin. Archistrator stildagi o'yinchilar esa ham zashitani, ham polo zashitani zashitani emas-ku, polo zashitani ushlab hujumga
assistlar, paslar berib turadi. Shu uchun bitta anchorman va bitta orchestrator o'ynatgan yaxshi. Keyin anchormaningiz har doim DMF'da tursa ma'qulroq hisoblanadi, chunki keyin chiqib ketmaydi DMF'da turgan paytlarda anchorman. Oldiga men SMF qilib orchestrator qo'yganman. Sababi bu yerda Roberto Carlos bo'lganligi uchun u bilan pas o'ynab, tiki-taka qilib deyarli hujumchilarning oldigacha borishi mumkin. Keyin attacking midfielderlarga o'tadigan bo'lsak, eng ma'qul juftliklar shu creative playmaker bilan hall player hisoblanadi. Mana bu yerda ham stillari bilan ko'radigan bo'lsak, bittasi creative playmaker, ikkinchisi mana hall player. Hall player stildagi o'yinchilar asosan shu joyida qimirlamasdan shu o'tiradi. Hujumga to'p oyog'iga tushganda darhol hujum yaratishni afzal ko'radi. Bular chem zashitaga qaytgandan. Lekin creative playmaker stildagi o'yinchilar esa orqadan to'p orqada bo'lsa, ular orqadan boshlab hujumni yaratib keladi. Hall player esa shu tepada hujumchilar bilan o'tirib hujum bo'layotgan, raqib sizga hujum qilayotgan paytda ular tepada o'tiradi va qarshi hujumga har doim tayyor bo'ladi hall player stildagi o'yinchilar. Keyin shu hall player stildagi o'yinchilar bilan deyarli bir xil bo'lgan stil bu deep lying forward hisoblanadi. Deep lying forward ham hujumchilarning orqasida turadi. Raqib hujum qilayotgan paytda zashitaga qaytmaydi. Plyuslari shu tomonlar hisoblanadi. Keyin polo zashitadan keyin hujumchilarga o'tadigan bo'lsak, hujumchilarda ham 3-4 ta stillar bor, lekin eng yaxshisi faqat shu gol pocher. Chunki gol pocher stilidagi o'yinchilar baribir gol urishi ehtimoli baribir ko'proq bo'ladi. Shu uchun hujumga albatta ikkita gol pocher stilidagi o'yinchini o'ynatganingiz yaxshiroq hisoblanadi. Tarkibda har doim 55, 60, 65 daqiqalarga kelib charchashlar kuzatiladi. Ayniqsa hujumchilarda, mana bu attacking midfielderlarda, plus mana bu semiflarda ham ba'zi paytlarda kuzatilib qoladi. Shu uchun har doim zaminangizga ikkita gol pocher, kamida ikkita gol pocher ikkinchi taymda o'ynatish uchun, agar kayfiyati yomon bo'lib qolganda ham mabodoga bitta gol pocher olib qo'ygan yaxshi, chunki agar asosiy tarkibdagi birontasini kayfiyati yaxshi bo'lmasdan qolsa, o'yinda ham u yaxshi o'ynay olmaydi. Shu uchun zaminaga ham bitta ortiqcha hujumchini qo'yish yaxshi hisoblanadi. Bundan keyin ikkita albatta attacking midfielder ham kerak, chunki attacking midfielderlar ham charchaydi. Man bu yerda yana attacking midfielderdan tashqari mana bu yerda semifilar ham charchab qolishi mumkinligi uchun bitta zashita stillari yaxshi bo'lgan semifi yoki demifi ham olib qo'ygan yaxshi hisoblanadi. Mana shu 5 ta zamindan keyin oldiga yana 2 ta qo'yish kerak. Chunki qachonki mana asosiy tarkibingizdagi futbolchilarning kayfiyati yaxshi bo'lmaganda mana shularni qo'yib o'ynatasiz. Ko'pincha darvozabon iminni kerak bitta ortiqchasi bilan, chunki har doim darvozabonning kayfiyati yaxshi bo'lavermaydi. Ana shunaqa paytlarda shu ikkinchi darvozaboningizni olib o'ynatishingiz mumkin. Meni murabbiyimga kerak bo'lgan bo'lsak, murabbiyim Fabio Capello, long ball counter stildagi unaqasi eng balandi. Long ballni o'zida ham o'ynay oladi, lekin eng yaxshi stil shu long ball counterligi uchun men shu stilga qo'yganman. Bundan tashqari buni plus beradigan boosterlari, ya'ni statistika qo'shadi, finishing bilan defensive awareness, ya'ni bittasi hujumchilarga, bittasi защитникlarga kerak statistika. Shularga bitta qo'shib beradi har bir o'yinchiga. Bundan tashqari Fabio Capelloda agar mana bu orchestrator stildagi o'yinchini defensive midfielder qilib qo'ysangiz agar, bu bilan siz link up qilishingiz ham mumkin. Masalan, DMF'dagi orchestrator va center forwarddagi gol pocheringizni xohlaganingizni link up qilib qo'yishingiz mumkin. Agar bo'lmasa,
kerak emas, chunki linkaplar unchalik o'yinni zo'r qilib shu uchun o'chirib qo'ygan ma'qul. Men ham shu uchun o'chirib o'ynayman. Mana buni defensiv emas, hujumga ko'proq yordam berish uchun center midfielder qilib qo'yganman. Xullas do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Va keyingi videolarda qanday qilib futbolchilarga to'g'ri skilllar berishni o'rgatib o'taman. Xayr, sog' salomat bo'ling.